Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ana shunday jarayonlarda yoshlarning IT sohaga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Bekobod tumanida yangi IT park filialining foydalanishga topshirilgani bu boradagi ishlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Mazkur markazning asosiy missiyasi yoshlarga zamonaviy axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt hamda raqamli kasblar bo'yicha sifatli ta'lim berish, ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va global IT bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdan iborat. Ochilish marosimida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Bekobod tumani hokimi ishtirok etdi. Shu bekobodlik yoshlarimizni nima deydi, yaxshi sharoit uchun yo yaxshiroq pul topaman deb Toshkentga yo chet elga ketish kerak emas. Shu yerda o'zida hamma imkoniyatga ega bo'lish kerak, shu yerda o'zida yaxshi daromad topish kerak, shu yerda o'zida o'zining g'oyasini, o'zining startapini juda bir katta loyihaga ajratishga imkoniyat bo'lish kerak. Shundan so'ng faxriy mehmonlar ramziy lenta kesib, IT park filialining tantanali ochilishini boshlab berdi. Marosimdan keyin mehmonlar markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdi. E'tiborlisi, markazdagi har bir xona o'ziga xos yondashuv asosida mashhur texnologik brendlar nomi bilan atalgan. Bekobod tumanida katta bir loyiha amalga oshdi, ya'ni yoshlarni, umuman olganda zamonaviy fikrlaydigan yoshlarni hammasini bir joyga yig'adigan katta Bekobod yoshlar innovatsion IT markazi ochilishi bo'lib o'tdi. Tadbir alohida shu bir ko'tarinki guruh bo'ldiki, aynan Bekobod tumani yoshlari uchun emas, balki nafaqat atrofdagi yondosh tumanlar, Bekobod shahri, Bo'ka tumani, Shirin shahri va bunga qo'shimcha barcha tumanlarni bir aytaylik yoshlarni bir joyga jamlaydigan bitta maskan bo'ldi deb o'ylayman. Bekobod yoshlar innovatsion IT markazimizda hozirda 8 ta o'quv-xona mavjud. Bu o'quv-xonalarimizni hammasi 12 tadan o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, umumiy hisobda 500 ga yaqin o'quvchini sig'diradigan maskan bo'lyapti. Markazimizda nafaqat bolalarga ta'lim beramiz, balki ularni kelajakda katta kompaniyalarga ishga kirishini yordam beramiz. IT park filialining ishga tushirilishi hudud yoshlarini raqamli texnologiyalar olamiga kengroq jalb etish hamda kelajak kasblarini egallashlari uchun muhim qadam bo'ldi. We've been working in Tashkent and in Fergana. Biz so'nggi 15 yil davomida Toshkent, Farg'ona va Tojikistonning Xo'jand shaharlarida faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Markaziy Osiyodagi dasturlash jamoalari bilan hamkorlik qilib, AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropadagi mijozlar uchun ishlashdan juda mamnunmiz. Ishlarimizning katta qismi biznes jarayonlarini avtomatlashtirish uchun ERP tizimlari bilan bog'liq. Bugun Bekoboddagi IT parkning ochilish marosimida qatnashyapmiz. Yoshlarning IT sohalarini va ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini ko'rish juda quvonarli. Agar siz ingliz tilini yaxshi bilsangiz va IT sohasini mukammal egallasangiz, O'zbekistonda turib ham dunyoning turli kompaniyalari bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. From Uzbekistan and partner with companies around the world. Ushbu maskanda startap loyihalarini qo'llab-quvvatlashdan tashqari dasturlash, robototexnika, grafik dizayn va boshqa IT yo'nalishlari bo'yicha o'quv darslari olib boriladi. Shuningdek, yosh mutaxassislar uchun coworking zonalari va zamonaviy texnik jihozlangan xonalar tashkil etilgan. Bu robototexnika xonamizda barcha zamonaviy jihozlar mavjud. Hozirda biz 6 va 8 yosh oralig'idan boshlab toki 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'quv markazimiz qabul qiladi va ularga robototexnika asoslaridan boshlab, ya'ni noldan professional dasturlash kurslarigacha bo'lgan tayyorgarliklarni o'rgatib boramiz. Hozirda bolalarimiz mana boshlang'ich dasturlarda Vedo dasturidan boshlashadi, ya'ni Legolar yordamida har xil robotlarni yasab kompyuterda ularni masofadan boshqarishni o'rganishadi. Boshlashganida oddiy Legolarni o'zlaridan foydalanishadi, ya'ni Legolarni sodda Lego instruksiyalarni qo'llashadi. Undan keyin borib, misol uchun o'zi yuradigan o'sha Lego qurilmalar, yuk ko'taradigan Lego qurilmalar va har xil inshootlarni qurishadi. Tashrif yakunida mehmonlar Bekobod tuman hokimligi binosida zamonaviy raqamli boshqaruv tizimlari bilan tanishdi. Elektron hokimiyat axborot tizimi boshqaruvni mahallabay monitoring qilish va natijadorlik ko'rsatkichlarini avtomatik umumlashtirish imkonini beradi. Platforma vazirlik va idoralar tizimlarini birlashtirib, barcha ma'lumotlarni jamlaydi. Bosh sahifada hudud xaritasi, demografiya, bandlik, tadbirkorlik, investitsiya, migratsiya hamda yashil makon va yashil energetika yo'nalishlari ko'rsatiladi.